Moliyaviy sarmoya bo'ladimi, ma'naviy sarmoya bo'ladimi, farqi yo'q. Bu sarmoyani agar farzandingiz kelajagiga tiksangiz, albatta vaqti kelib o'zingizga qaytadi. Demak, bugun sizlar bilan farzandning kelajagiga sarmoya tikish haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Guliston xabarlari kanali obunachilari, barchaga xayrli kunlar tilagan holda sizlar bilan men eko-bloger Muzaffar Umarov sizlarni podkastimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi podkastimiz mehmoni Jo'ray va Gulchehra opa ingliz tili o'qituvchisi bo'ladilar. Farzandingiz kelajagi uchun tikilgan investitsiya bu eng yaxshi investitsiya, chunki vaqti kelib tikkan investitsiyangiz o'zingizga qaytadi. Siz professional ustoz sifatida bunga fikringiz qanday? Albatta siz to'g'ri fikr aytdingiz. Buni zamirida juda ham ma'no yotibdi. Ota-onani yuzi ham, uni kelajagi ham, uni baxti ham, quvonchi ham farzand. Xuddi shuningdek, to'g'ri tarbiya olgan farzand, har tomonlama yetuk farzand bu vatanimizni ham yuzi, obro'yi hisoblanadi. Hozirgi kunda taqqoslasangiz, shu oldingi vaqtlar bilan hozirgi vaqtlarni taqqoslasangiz, albatta ota-onalar bunga juda katta e'tibor berishyapti. Ayniqsa shu kunlarda, mana shu yaqin kunlarda, mana shu oxirgi kunlarda, oxirgi paytlarda ota-onalar chet tillarini o'rgatish uchun farzandlariga juda katta e'tibor berishyapti. Siz bilasiz, hozirgi kunda O'zbekistonimiz butun dunyoga tanilmoqda. Globalizatsiya davri hisoblanadi, har tomonlama. Har bir shartnomalar, chet elda bitilgan shartnomalar, hamma kelishuvlar o'zingiz bilasiz, ingliz tilida olib boriladi. Ingliz tili ayniqsa hozirgi kunda jahon tili hisoblanadi. Bu tilda ravon so'zlasha olgan, ravon gaplasha olgan, tilga ega bo'lgan farzand katta yutuqlarga erishadi. Menimcha shuni ko'zlagan holda ota-onalar farzandini kelajagini, o'zlarini kelajagini o'ylagan holda bu narsaga juda katta e'tibor berishyapti. Davrlarni solishtiradigan bo'lsak, albatta hozirgi davr bilan biz o'qigan davrlar, bizdan oldingi davrlarning orasida yer bilan osmoncha farq bor. Masalan, biz o'qigan davrda, maktabda o'qigan davrimizda internet bo'lmagan. Masalan, biz ko'rmaganmiz internetni. Ingliz tili haqida-ku uncha tushunchaga ham ega bo'lmaganmiz. Bilamiz, ingliz tili fani bo'lgan, lekin e'tibor unchalik darajada bo'lmagan. Xuddi siz o'qigan davrda ham shunday bo'lgan. Hozirga kelib globallashuv shunchalik darajada umrimizga, hayotimizga kirib keldiki, hattoki ayrim iboralarimizda ingliz tili so'zlarni ishlatamiz. Masalan, okey yoki mana podkast ishlatamiz. Televizor, internet, hamma narsada masalan dunyoni tanish, ko'rish imkoniyati bor. Hozirgi yoshlar tillarni o'rganish qanchalik dolzarb ekanligini bilmoqda va ular o'zlariga kerak bo'lgan tillarni bemalol tanlab o'rganishmoqda. Bunga sertifikatlarga ham erishishmoqda. Xo'p, bugungi Gulchehra opani biz bilamiz, kuchli ingliz tili o'qituvchisi. Bugungi darajaga erishishingizda o'zi aslida kim sababchi bo'lgan? Birinchi savolim. Ikkinchisi, nega aynan ingliz tili? Aytaylik, boshqa jahon tillari emas. Va bu darajaga chiqquningizgacha qanday yo'lni bosib o'tgansiz? Biz uchun juda ham qiziq. Albatta, o'sha davrlarda bolaligimdan bu til avvalambor juda chiroyli til. Tilga qiziqib, tilni so'zlashishga qiziqqanim bois shu tilni o'rganishga harakat qilganman. Bundan tashqari esa siz bilasiz, ko'p mashhur insonlar Angliyada, Amerikada dunyoga kelib voyaga yetgan insonlar bo'ladi. O'shalarni hayotini, turmush tarzini o'rganish uchun ham bu tillarga juda qiziqishim uyg'ongan katta. Lekin biz o'rgangan paytlarimiz, ingliz tilini o'rgangan paytlarimiz hozirgi kabi sharoitlar bizda bo'lmagan. Biz universitetda o'qiganimizda ham hozirgi kabi texnologiya rivojlangan emas edi. Biz oddiy kitoblardan, darsliklardan foydalangan holda bizga ma'ruzalar o'qilardi, ma'ruzalar berilardi va o'sha darsliklardan foydalangan holda biz tillarni o'rganishga harakat qilardik. Ko'p boridan foydalangansizlar-da. Albatta. Ko'p joylarda o'zimiz izlanar edik. Hozirgi kabi bunaqa katta tarjimonlar, yaxshi tarjimon, mana elektron tarjimonlar bo'lmagan o'sha davrlarda. Biz lug'atlardan foydalangan holda o'rganar edik bu narsani. Vaqt kelardi, shu bilmagan so'zlarim tun soat 12gacha, 2gacha uxlamay bo'lsa ham shularni tarjima qilib, yodlab, yozib o'rganishga harakat qilardik. Bu til
Mana hozirgi kunda esa bu tilga juda ham katta e'tibor berilib boshlandi. Hozir mana yoshlarga universitetlarda ham, maktablarda ham, ixtisoslashgan maktablarda, maktab internatlarda ham juda katta imkoniyatlar berilyapti. Bular uchun bolalar uchun alohida notebooklar, alohida jihozlangan xonalar, interaktiv daskalar, har taraflama sharoitlar yoritib berilyapti. Bolalar imkoniyat bor deng. Albatta. Oshig'i bilanmi? Albatta, oshig'i bilan. Bolalar o'sha sharoitni, o'sha imkoniyatni ko'rgan holda yana ham bu tilni o'rganishga ularda qiziqish ortib bormoqda. Bundan tashqari siz bilasiz, hozirgi yoshlarimiz chet ellarga chiqishni, o'zini tanitishni, u yerlarda malakalarini oshirib, o'qib, bu yerda o'sha birorta biznes boshlasa ham, birorta ishni u yerda boshlasa ham O'zbekistonimizni kelajagi uchun hissasini qo'shish uchun bu yerlarga kelib o'sha bizneslarni rivojlantirmoqdalar. Hozirgi davrda alternativ, ya'ni muqobil tanlov tushunchasi mavjud. Aytaylik, biron bir tashkilotga kuchli mutaxassis ishga kirmoqchi va o'zi haqidagi ma'lumotni topshiryapti. Rezyume deymiz. Yana bir xodim, kuchli mutaxassis, xuddi shu mutaxassisga ega bo'lgan xodim hujjat topshiryapti, rezyume. Birini farqi ikkinchisida jahon tillaridan birini bilish darajasi juda ham yuqori. Ikkinchisida esa bu imkoniyat yo'q. Albatta ish beruvchi, meni fikrimcha, agar shunday tanlov imkoniyati bo'lsa, til biluvchini ishga oladi. Chunki globallashuv deyapmiz, xalqaro munosabatlar deyapmiz. Shogirdlaringizga ingliz tilini bilish barobarida boshqa yo'nalishlarni ham o'rganishni tavsiya qilasizmi? Aytaylik, buxgalter bo'ladi va qo'shimchasiga ingliz tilini biladi yoki bankka ishga kiradi, ingliz tilini biladi yoki yana bir boshqa yo'nalishlarda. Albatta, siz doim o'quvchilarga bir gapni aytaman. Ularga aytaman-da, siz ingliz tilini fan sifatida o'rganmang deyman. Mukammallashtirib bu fan ekan deb qiynalib o'rganmang deyman-da ularga. Doim aytaman. Siz uni xuddi o'zingizning ona tilingiz. Mana biz tug'ilib qanday tilni o'rganamiz va biz o'zimiz bilan shu tilimiz doimo biz bilan o'zimizning tilimiz. Ingliz tilini ham men ularga aytaman. Bor ekanmizki, shu dunyoda tillarni qancha ko'p bilsak, shuncha yaxshi deyman. Ingliz tilini ham xuddi shunday o'rganing deyman-da. Uni fan sifatida mukammallashtirmasdan o'zingizga kerakli bo'lgan shunchaki til sifatida o'rganing deyman. Chunki til bilgan insonni ustunligi bo'ladi. Boshqa insonlarga qaraganda uni bir pog'ona ustunligi bo'ladi. Tilni ko'p bilgan insonni borgan joyda o'rni bo'ladi. Uni obro'yi bo'ladi, uni hurmati o'zgacha bo'ladi. Siz hozir aytib o'tganingiz kabi mana shu tashkilotlarda, ayniqsa hozirgi mana zamonaviy dunyoyimizda, zamonaviy O'zbekistonimizda kundan kunga rivojlanish tezlashib boryapti, bilasiz. Yangidan yangi tashkilotlar ochilyapti. Dunyoga chiqish bo'lyapti O'zbekistonda. Shunday bo'lgandan keyin albatta ish beruvchi sizni hozir ayniqsa ko'plab ishlarda, ko'plab tashkilotlarda ish beruvchilar albatta sizni til bilish darajangizga rioya qilib e'tibor berishyapti. Agarda siz til bilish darajangiz yaxshi bo'lsa, ayniqsa mana shu ingliz tili, rus tililarda yaxshi ravon gaplashgan xodimlarga, mutaxassislarga ish jarayonida o'z o'rnini topish oson bo'lyapti. Va ana shunaqangi mutaxassislar yuqori o'rinlarga, yuqori darajalarga erishyapti o'z ishlayotgan joylarida. Va ish beruvchi ham shuni inobatga olgan holda ularni ishga qabul qilyapti. Haqiqiy professional inson qachon o'z ishidan qoniqadi, qachonki amalga oshirayotgan ishi natija bersa, ya'ni yuqori natija bersa. Chunki ular professional natijaga qarab rivojlanib boraveradi. Bugun siz o'z shogirdlaringiz bilan studiyamizga tashrif buyurdingiz. Shogirdlaringiz esa hali maktab bo'la turib milliy sertifikatlarga erishgan. Bu juda ham katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Ha, to'g'ri aytasiz. Har bir ustozni ish faoliyatini yoritib beruvchi, uni yuzini yorug' qiluvchi albatta uni shogirdlari bo'ladi. Hozirgi kunda ko'plab shogirdlar milliy sertifikatlar olishmoqda. Men juda bundan mamnunman, xursandman. Bu milliy sertifikat oldi degani o'zingiz bilasiz, hozirgi kunda o'z yo'nalishi bo'yicha, misol uchun mana ingliz tili yo'nalishlari bor oliygohlarga ular
osonlikcha o'sha ingliz tili bloklariga o'sha sertifikatlarni yordami juda ham katta bo'ladi. Men buni sezganim uchun, bilganim uchun bu narsadan juda ham xursand bo'laman. Demak, shularni kelajakdagi hayotiga o'z hissamni birozgina qo'shgan bo'lsam, shundan o'zimni mamnun his qilaman. So first of all, thank you for invitation, Mr. Muzaffar. To'liq ingliz tilini bilmasam ham, lekin podkastga taklif qilganingiz uchun rahmat deganday bo'ldi. Shundaymi? Adashmasam, va men juda ham quvontirdi. Mr. Muzaffar deganingiz, o'rtoqlar, Mr. ham bo'ldik. Rayhona, kayfiyatlar qalay? Rahmat, Xudoga shukr, zo'r. Juda ham yaxshi. Nechinchi sinfsiz? Hozir 11-sinfman. 11-sinfsiz. Juda ham yaxshi. Hozir ingliz tilida bemalol xuddi o'z ona tilingizdek gaplashganingiz meni kayfiyatimni ko'tardi. Negaki bizni o'zbek yoshlari, O'zbekiston yoshlari orasida jahon tillarida bemalol gaplashadigan yoshlarni ko'rsam juda ham xursand bo'lib ketaman. Buning uchun sizga kattakon rahmat aytaman va albatta sizni shu darajaga erishgan ustozingiz haqida. Xo'p, sizga savol. Ingliz tilini muloqot uchun o'rganyapsizmi yoki ingliz tili mutaxassisi bo'lmoqchimisiz? Aytaylik, ingliz tili o'qituvchisi. Ingliz tilini o'rganishga birinchi marta maqsad qo'yganimda, endi Gulchehra opani taniganman va menga katta motivatsiya berganlar. Kichkinaligimdan har xil davlatlarni sayohat qilishga juda ham katta xohish bo'lgan. Hatto davlatlarni butunlay nomini bilmasam ham chet elga sayohat qilaman derdim va katta bo'lgan sari bunga bo'lgan imkon borligi bizni davlatimizda ham menga juda ham katta motivatsiya bo'lgan va eng yaxshi yo'l ingliz tilini, ya'ni til o'rganish, davlatlarni, o'zim xohlagan joylarni ko'rish, butun dunyoni sayohat qilishga katta imkoniyat berishini tushunganman, ya'ni tushuntirishgan. Til bilgan el bilar degan o'zimizning maqolga ham to'xtalsak bo'ladi bu borada. O'zbekiston Respublikasida til o'rganishga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Hozirda biz bu imkoniyatlardan keng foydalanishimiz kerak va bizga bu borada katta yordam bergan Gulchehra opaga rahmat aytamiz. Nafaqat men, balki Gulchehra opaning juda ham ko'plab o'quvchilari aynan mana shu til o'rganishga bo'lgan bizga paydo bo'lgan muhabbat tufayli kelajagimizga katta rejalar qo'ydik. Misol uchun men ingliz tilidan 6,5 sertifikatni qo'lga kiritgandan keyin nemis tilini ham o'rganishni boshladim hamda SAT xalqaro sertifikatiga ham tayyorgarlikni boshladim. Yaqinda ikkalasidan ham sertifikat topshiraman hamda bu yilda mana shu sentyabr oyiga Germaniyaga, ya'ni Yevropaga, universitetlarga hujjat topshirmoqchiman. Menimcha bu maqsadlar ingliz tilini o'rganishni boshlaganimdan keyin paydo bo'ldi va yaxshi rivojlandi deb o'ylayman. Suhbatimizni boshidayoq sizni ingliz tilini qanchalik darajada kuchli bilganingizni men sezdim. Ingliz tilida kam bo'lsa ham suhbat qilib turaman va qanchalik darajada so'zlarni to'g'ri gapirish bu insonni tilni bilish darajasini yaqqol ko'rsatib beradi. Sizda shu narsani sezdimki, harakatingiz zoya ketmagan va o'z natijasini bergan. Niyatlaringiz davomida Yevropada, Germaniyada o'qish istagingiz borligini bildirdingiz. Albatta niyatingizga erishing. Ustozingiz qatori oilangizga ham bir to'xtalaylik. Bugungi til o'rganish niyatingizni ota-onangiz, uydagilaringiz qanchalik darajada qo'llab-quvvatlagan? Dadajonim ham, ayajonim ham, oddiy oilaning farzandi bo'lsam ham, dadajonim haydovchi, ayajonim hozirda uy bekasilar. Shunga qaramasdan ular doim menga motivatsiya berishadi. Birinchi meni qo'llab-quvvatlaydigan odam ota-onam desam to'g'ri bo'ladi. Ota-onangizni sizga ilhom, ya'ni motivatsiya berishini aytib o'tdingiz. Sir bo'lmasa, qaysi biri ko'proq sizga ilhom beradi? Bo'ladi-ku oilada. Men senga ishonaman, sen kuchli mutaxassis bo'lasan. Va bu hayotimizda aks etgan shaxsan menga ham onam ko'proq motivatsiya berardilar. Men senga ishonaman, sen albatta uddalaysan derdilar. Yoki tur bolam, seni buyuk ishlar kutmoqda degan iboralar ham bor. Bu ham bir motivatsiya.
To'g'risini aytsam, dadajonimni ham ayajonimni ham menga motivatsiyalari berishlari va ishonchlari juda ham kuchli. Lekin o'ylaymanki, dadajonimni menga ishonchlari kuchli bo'lishiga ayajonim eng asosiy sababchilar. Chunki bizda uyda bor, ona ko'proq bolalarning tarbiyasi bilan shug'ullanadi degan gap bor. Ayajon doimo tarbiyamiz bilan shug'ullangani sababli dadajonni ishontirganlar, qizlar ham eplay olishiga va ularga imkoniyat bersa, nimadirga erishishiga, o'zi uchun hech bo'lmasa. Shuning uchun o'ylayman, menga eng ko'p yordam beradigan hozirda ayajonim. Moliyaviy tarafdan dadajonimdan yordam ko'p olganim bilan ayajonim menga ham psixologik tarafdan ko'p yordam beradilar hamda ishonadilar. Sizni oilada kim ko'proq qo'llab-quvvatlaydi? Oilada ota-onam meni birday qo'llab-quvvatlaydilar va eng ko'p onajonim, chunki men ular bilan do'stdekman. Hamma sirlarimni, til o'rganishga xohishlarimni, qaysi fanga qiziqishlarimni bemalol aytaman va ular menga hech qanday to'sqinlik qilmaydilar. Nima bo'lsa menga motivatsiyalar berib, til o'rganishga qiziqsam ularga ham mayli deb xohlagan joyimga o'qishga topshirishimga ruxsat beradilar. Tanlov imkoniyati juda ham ko'p. Nima uchun aynan ingliz tilini tanladingiz va keyinchalik niyatingiz kelajakda ingliz tili o'qituvchi bo'lishmi yoki biron bir kasbni egallab qo'shimchasiga ingliz tilini bilishmi? Bolaligimdan tillarni o'rganishga qiziqqanman, lekin asosiy tanlovim ingliz tili bo'ladi deb hech qachon o'ylamaganman. 7-sinfligimdan ingliz tiliga qiziqishni boshlaganman va bu til mening eng sevimli tilimga aylangan. Bu uchun nima meni qiziqishimga olib keldi? Ko'plab aktrisalarni ko'rganman chet elda va Londonda o'qishni xohlaganman. Shundan menda ingliz tili bo'yicha qobiliyatim bordek tuyulgan va ko'plab kinolar ko'ra boshlaganman ingliz tilida. Ustozlarim ham menga yordam bergan va eng asosiy yordamni bergan ustozim bu albatta Gulchehra opamlar bo'ladi. Va men ingliz tilini tanlashimdan maqsadim biror bir kasbda ishlash emas, bu o'zim uchun o'rganyapman va chet elga borganimda bemalol muloqot qilishim uchun o'sha joylarda yurib chet tilini bilmagan, ingliz tilini bilmagan odamlarga yordam berishni xohlayman va bizning O'zbekistonimiz ham turistlarga boy davlat hisoblanadi, ayniqsa Samarqand shahri. Samarqand shahrida biz turli xil davlatlar, millatlardan kelgan odamlarni ko'ramiz. Va men u yerga borganimda ko'plab xitoylik insonlarni ko'rdim va ular ingliz tilini biladiganlari ham bor edi, bilmaydiganlari ham bor edi. Va bir ayol kelib mendan yordam so'radi. O'sha joyga olib borib qo'yish uchun men ingliz tilida ularga yordam berdim. O'sha paytda o'zimdan juda ham mamnun bo'ldim. Hozir siz bilan kichik interaktiv o'yin o'ynaymiz, ya'ni ayrim so'zlarni aytib o'taman, siz mana shu so'zlarga mos insonlarni tanlaysiz. Kuch, Ota, mehr, ona, jo'shqinlik, do'stlar, umid, o'zim, ishonch. ishonch, ustoz, Qaysi ustoz? Gulchehra opam. Juda yaxshi. Rahmat. Hozirgi imkoniyatdan foydalanib, siz shu yoshingizda erishgan darajangiz, ya'ni sertifikatga ega bo'lganingizni o'ziyoq omadli va aqlli inson ekanligingizdan dalolatdir. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Sizga hozir shunday imkoniyatni beraman. O'z tengdoshlaringizga bemalol til o'rganishni, kasb o'rganish bo'yicha maslahatlaringizni berishingiz mumkin. Men nafaqat tengdoshlarimga va ulardan kichik bo'lganlarga ham maslahat bermoqchiman, chunki ularda vaqt ko'p, hamma narsaga erishishga kuch topa oladilar. Agar sizda ishonchlilik bo'lsa, hech qachon to'xtab qolmang. Har doim o'z yo'lingizda davom etishga harakat qilavering. Boshida bu yo'l birinchi qiyin tuyulishi mumkin. Keyingi qadamda ham sizga bu yo'l undanda qiyin tuyulishi mumkin, lekin oxirida muvaffaqiyatga yetganingizda siz buni hammasi yaxshilikka ekanligini tushunib yetasiz va o'zingizdan juda ham mamnun bo'lasiz. Va eng asosiysi hech qachon ishonchni yo'qotmaslik kerak. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. Juda ham yaxshi. Muvaffaqiyatingiz? Hozirda muvaffaqiyatim ingliz tili fanidan 0 sertifikati B2 olganim.
va hozir yana matematika, tarix fanlaridan repetitorga boryapman. Real School o'quv markaziga. Xudo xolasa, u fanlardan ham sertifikat olish niyatlarim bor. Kichik interaktiv o'yin o'tkazyapmiz. Siz bilan ham shu o'yinni davom ettiramiz. Demak, men bir necha so'zlarni aytib o'taman. Siz mana shu so'zlarga taqqoslab biron bir insonni o'xshatib berishingiz kerak. Tayyormisiz? Pul, moliya, Steve Jobs, biznes, Elon Musk, kuch, qudrat, Cristiano Ronaldo, ilm-fan, Teacher Azam, mehr, ona, oqibat, mitti media ko'rganman oqibat. motivatsiya. Ahad Xudoyor. Ibrohim, qalay ishlar? Juda ham yaxshi. Eshitdik, sertifikatga ega bo'lgansiz. Demak, C0 sertifikatidan B2, ya'ni B2, to'g'rimi? Tabriklayman. Juda ham yaxshi. Xo'p, bu muvaffaqiyatingizda birinchi bo'lib kimga tashakkur aytardingiz? Avvalambor ustozimga rahmat aytgan bo'lardim, chunki meni shu sertifikatga tayyorlagandan beri ancha mehnat qilganmiz ustozlarim bilan. Ustozimga katta rahmat aytaman. Meni shu hayotda o'z o'rnimni topishga, yangi tillarni o'rganishga yordam bergani uchun. Eng avvalo ishonch. O'ziga bo'lgan insonning ishonchi. Agar inson o'ziga o'zi ishonchi bo'lsa, katta ishlarni amalga oshirishi aniq. Hali interaktiv o'yinimiz davomida bu sizga aynan motivatsiya beradigan insonlar haqida bilib olamiz. Lekin menga hozirgi qiziq bo'layotgani, ishonch insonda agar o'ziga bo'lgan ishonch pastroq bo'lsa, kimlarningdir ta'siri oqibatida insonning o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi va u oldiga qo'ygan maqsadiga erishadi. Bugungi Ibrohim B2 sertifikatiga ega bo'lishida unga kim ko'proq motivatsiya bergan oilada? Otangiz yoki onangiz? Agar otangiz yoki onangizdan birini tanlasangiz, ular odatda qanday so'z bilan sizga motivatsiya beradi, ilhom beradi ya'ni? Avvalambor men kichikligimdan otam menga katta ishonch bildirgan. Moddiy taraflama, har tomonlama men senga ishonaman, men seni quvvatlayman. Nimaga xohlasang o'shanga harakat qil. Men senga o'zim shular shart-sharoit yaratib beraman deb otam menga motivatsiya beradi. Juda ham yaxshi. Ikki og'iz so'z bilan qanday motivatsiya berardi? Seni qo'lingdan hamma narsa keladi, faqat o'zingga ham bog'liq. Men senga shart-sharoit yaratib beraman, o'zing qattiq harakat qil, mehnat o'zing tortib ketasan. Men senga ishonaman, dalda bo'laman, biz yoningda turamiz har doim deb motivatsiya beradi. Odatda omadga erishish yo'li anchagina uzun deyishadi. Lekin men sizlarning misollaringda bu narsani ko'rmayapman, sababi hali maktabni bitirmay turib ham sizda 3 ta milliy sertifikat bor ekan. To'g'risi, qoyil, tasanno demasdan hech ham iloji yo'q. Birinchi navbatda sizni bunday muvaffaqiyat bilan to'g'risi tabriklayman. Ikkinchi, menga juda ham qiziq. Tengdoshlaringizga qanday motivatsiya bera olasiz hozir? Avvalambor orqaga qadam tashlamaslik kerak. Aniq bir maqsad qo'ygandan keyin unga intilish lozim. Hammasi qiyin, mashaqqat yo'llardan o'tiladi. Agar harakat qilinsa, qattiq mehnat qilinsa, albatta sertifikatlarga yoki katta yutuqlarga erishish mumkin. Qanday darajali sertifikatlarga egasiz? Aniq aytib bering. Albatta kuzatuvchilarga bu juda ham qiziq. Va birinchi sertifikatni nechinchi sinfda, ikkinchi va uchinchisi nechinchi sinflarda olgansiz? Birinchi ingliz tili sertifikatimni 10-sinfda qo'lga kiritdim. Yaqinda ona tilimdan bo'lib o'tgan sertifikatda C+ darajani qayd etdim va tarixdan ham yuqori natijalarni, ya'ni A darajalarini qayd etdim. Juda ham yaxshi, tabriklayman. Ibrohim, interaktiv o'yinimizga tayyormisiz? Juda ham yaxshi. Men bir nechta so'zlarni aytib o'taman. Siz mana shu so'zlarga o'zingiz ma'qul ko'rgan insonlarni tanlab moslashtirasiz. Kuch, qudrat, Sohibqiron Amir Temur. mehr, Ona, pul, moliya, ota, aql, ustozlar, intellekt. O'zim, Juda ham yaxshi. Ijod. ustozlar. Aynan qaysi ustozni tanlardingiz? Gulchehra opani. Nima uchun Gulchehra opani? Birinchi sertifikatni qo'lga olishimga va hayotni anglashimga yordam bergan eng katta ustozim. Juda ham yaxshi, rahmat sizga. Bugungi tashrifingiz bu loyihaga boshqacha kayfiyat baxsh etgan bo'lsa, shogirdlaringiz bilan tashrif buyurganingiz alohida
kayfiyat baxsh etdi shaxsan men uchun, chunki suhbatimiz davomida shogirdlaringiz intellekti juda ham yuqori ekanligi, bilimli, hatto ingliz tilida ham bemalol o'z ona tilida gaplashganliklarini ko'rib, mehnatingiz zoye ketmaganligiga amin bo'ldim. Buning uchun sizga kattakon rahmat. Fidoyi ustozsiz. Bunga ortiqcha isbotni foydasi yo'q, shaxsan men uchun. Globalizatsiya, ya'ni zamon rivojlanar ekan, dunyo, jamiyat kuchli mutaxassislarga doim muhtoj bo'ladi. Bir yo'nalishli mutaxassislardan ko'ra albatta xorijiy tillarni, qaysi til bo'lmasin, xorijiy tillarni bilgan mutaxassislar doimo dolzarb hisoblanadi va ular har doim ish topadi. Bugungi o'sib kelayotgan yoshlarga kelajakda kasb tanlashda yoki yo'nalish tanlashda motivatsiyalaringiz juda ham muhim. Avvalambor yoshlar chekinmang. Oldinga qo'ygan qadam uchun doimo intilishga harakat qiling. Ishonchni oqlashga harakat qiling. Sharoit hamma narsa bor. Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan har xil sharoitlar yaratib berilyapti. Shuning uchun orqaga chekinishga yo'l yo'q, faqat olg'a intilishlar kerak. Kelajakda boy, kuchli mutaxassis bo'laman desangiz, albatta hozirdan harakatni boshlash kerak. Kuchli mutaxassislar talabgir va doimo kerak. Omad tilayman barcha yoshlarga.